Iqtidorli yoshlarning kelajagi bugun shakllanayotgan eng muhim qadriyatlardan biri. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga bo'lgan talab esa tobora ortib bormoqda. Yurtimizda shunday maktablarga kirish imtihonlari bo'lib o'tyapti. Navbatdagi imtihon Toshkent shahar Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab internatida bo'lib o'tdi. Eng muhim jihati shundaki, har bir iqtidorli bolaning bilim olishiga bo'lgan intilishi qadrlanmoqda. Ularning hech biri e'tibordan chetda qolayotgani yo'q. Iqtidorli yoshlarni erta aniqlab, ularga jahon andozalariga mos zamonaviy ta'lim berish bu maktabning asosiy maqsadi. Maktab yurtboshimizning 2025-yil 15-maydagi farmoni bilan tashkil etilgan bo'lib, milliy qadriyatlar va xalqaro tafakkurni uyg'unlashtirgan holda, kelajakda mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan yetakchi yoshlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan. Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab internati birinchi bosqich aynan to'liq aniq fanlar yo'nalishi va tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha o'quvchilardan tez shaklda o'tkaziladi. Butun respublika bo'ylab bugungi kunda ayni vaqtda 14 ta hududda bu jarayonlar amalga oshmoqda va o'z navbatida aniq fanlar yo'nalishi bo'yicha matematika, fizika va ingliz tilidan imtihonlar bo'lyapti. Tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha esa ingliz tili, ximiya, biologiya fanlari bo'yicha imtihonlar o'tkazilyapti va birinchi bosqich to'liq test ko'rinishida o'tkaziladi va testdan o'tgan, ya'ni 600 nafar eng yuqori ball bilan o'tgan nomzodlar ikkinchi bosqichga, ya'ni kirish imtihonlariga tavsiya etiladi. Birinchi bosqich imtihonlari aynan Marshall Cavendish bilan va markaz bilan hamkorlikda baholash markazi bilan hamkorlikda tashkil etilgan va bu test ko'rinishda amalga oshirilyapti. Ikkinchi bosqich esa kirish imtihonlari bevosita yozma ko'rinishda bo'ladi va uni ikkinchi etapimiz ingliz tili qismimizni British Council, ya'ni Britaniya kengashi bilan hamkorlikda o'tkaziladi, ular tomonidan olinadi. Imtihon xonalarida respublikaning turli hududlaridan kelgan iqtidorli bolalar savollarga javob berdilar. Ularning har birida bilim olish, sinovdan o'tish va orzudagi maktabga qadam qo'yish umidi bor. Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab internati IB jahon maktabiga aylandi. Butun respublikamizda bugungi kunda davlat maktablari orasida birinchi IB jahon maktabiga aylangan maktab hisoblanadi va IB ning DP programmasi, ya'ni diplom programmasini butun dunyoda IB ning 58 yillik tarixi davomida joriy qilgan, 4 oyda joriy qilgan birinchi maktabga aylandik va 1967-yildan boshlab davom etayotgan rekord yangilandi. Maktab boshqa maktablardan yana bir farqli jihatlari bizda aynan o'sha top 10 talik universitetlarni, yuqorida sanalgan 10 talik universitetlarda o'tiladigan fanlar, masalan global politika, xalqaro siyosat, iqtisodiyot, biznes kabi fanlar qo'shimcha fan sifatida, matematika, fizika, ximiya, biologiya kabi fanlar chuqurlashtirilgan va amaliyotga bog'langan holda o'tkaziladi. Va bizni maktabni bitiruvchilariga boshqa maktablardan yana bir muhim jihatlaridan biri davlat namunasidagi attestat bilan xalqaro bakalavriat diplom beriladi. Bu degani, bu maktabni bitirgan o'quvchilar Garvardga, MITda ikkinchi kursdan o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu yil qabul uchun respublika bo'ylab 2250 nafar talabgor ro'yxatdan o'tgan. Har bir o'rin uchun o'rtacha 40 nafardan ortiq nomzod to'g'ri kelmoqda. Qabul aniq fanlar va tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha olib borildi. Bugungi saralash natijalariga ko'ra eng yuqori ko'rsatkichni qayd etgan 600 nafar nomzod asosiy kirish imtihonida ishtirok etadi. Asosiy imtihon esa 23-iyul kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Imtihon yakunida eng munosib 60 nafar o'quvchi davlat granti asosida o'qishga qabul qilinadi. Al-Beruniy xalqaro maktabiga Gazal Bo'stonliq tumani ixtisos maktabidan keldim. Hozir imtihon yaxshi, matematika, fizikani tugatdik. IELTS sertifikati borligi, imtiyoz borligi, biz ingliz tilidan ozod bo'ldik. Kayfiyatlar yaxshi. Menimcha 80% dan ko'proq topdim deb o'ylayman. Imtihon xonasida o'tirgan har bir bola uchun bu nafaqat sinov, balki katta kelajak sari tashlangan ilk qadamdir. Madina Bonu Hamroyeva, Lutfullo Alimov Jarayon informatsion dasturi uchun tayyorlandi.